Assalomu alaykum. Bugun mana Xudo xolisa bahor bayrami bilan, qolaversa juma hadyasi bilan sizlarni bir tabriklamoqchimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim oilalarda tinchlik, xotirjamlik, fayz barakot arimasin. Har bir oilada ayollik ne'mati bu erkak uchun bir ne'mat hisoblanadi. Birinchi o'rinda bu farzand ne'matiga erishishda o'z hissasini qo'shib beradi. Shuning uchun ayol bordirki, erkak bor. Ayol borligi uchun erkaklar tinimsiz harakat qiladi. Farzandlarim deydi, navaram, evaram, chevaram deb harakat qiladi. Nega? Chunki o'sha zurriyotini, kamolotini, baxtini ko'rish uchun. O'shaning uchun shu fursatdan foydalanib, hammalarga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Har doim go'zal, 18 yoshlik go'zal bo'ling. Eringlarni, oilalarni ko'zini quvnatib, ularga kerakli bo'lgan energetikalarni, baxt energetikalarni berib yuringlar. Shaxsan o'zimning nomimdan, kollektivdagi erkaklar mutaxassislarimiz nomidan hammalarni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ayollar bayrami bu butun dunyoda nishonlanadi. Ko'z oldingizga keltirib, ayol siz oilali bo'lib qolsa, umuman gapirib ham bo'lmaydi. Ayollar bor, hayot bor. Ayollar bor, erkaklarimiz bor. Ayollarimiz bor, shu farzand bor, nabira bor, abira bor. Ayollar sog' bo'lsak bo'linglar. Hayotda maza qilib, shirin hayot kechirish hammamizga nasib qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin, tanijoningiz sog' bo'lsin. Tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim xushchaqchaq, eyforik holat butun umr sizlarni tark etmasin. Oilalar bilan qo'sha qarib, baxtli hayot kechirib, navara, evara, chevarasini, kerak bo'lsa begonasini ko'rib, qo'sha qarib yuringlar. Turmushga chiqmagan qizlarimizga yaxshi joydan ato qilib, farzand ne'matiga erishib, bu dunyoda nimaki orzu havas bo'lsa, hammasiga erishib yursin. Tabriklayman yana bu. Tabriklaymiz. Singlaliz gap ana aytadi-yu, e'tibor deydi-yu, e'tibor. Har doim mana shunaqa e'tibordan qolmanglar. Hamma joyda, ishxonada bo'ladimi, uyda bo'ladimi, hech qachon e'tibordan qolmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Baxtli bo'lishga loyiqsizlar deydi. Baxtli bo'lishga loyiqsizlar. Tabriklaymiz. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin. Bu bizning operatorimiz, o'shaning uchun yana oq bobommiz. Tabriklaymiz yana bir bora. Kollektivimizda ayol xotin-qizlar nomidan katta minnatdorchiligimizni e'tibor uchun juda ham katta rahmat. Allohga ichini olib qaraganda erkaklar bor, ayollar yosharib yuradi. Mana shu kollektivimizdagi erkak xodimlar Vazoyev Hasan Karimov bizga shunchalik e'tibor qilibsizlar, katta rahmat. Sizlar ham sog' salomat bo'lib, farzandlaringlarni rohatini ko'rib, oilalar bilan baxtli saodatli yashanglar. Katta rahmat, minnatdormiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Har doim mana shunaqa xursand bo'lib yuringlar. Sog' bo'linglar, salomat. Assalomu alaykum. Bugun Xudo xolisa mana bahorning ilk kunlaridan o'tdik. Xudo xolisa bahor bayrami bilan ayollarimizni tabriklaymiz kollektivi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim bahorni guli kabi ochilib yuringlar. Biz erkaklarni har doim ko'zini quvnatib, oilada energiya berib, farzand ne'matida erishishda va ularni boqishda, katta qilishda, nima deydi, yelkadosh bo'lib turganinglardan har doim biz minnatdor bo'lamiz erkak kishilar. O'shaning uchun har doim oilalarning baxtiga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nimaki o'ylagan yaxshi niyatiga bo'lsa, har doim erishib, bu dunyoda hech narsa armon bo'lib qolmasin. Shaxsan o'zimning nomimdan, kollektiv nomidan, qolaversa kelmagan kollektiv erkaklarimiz nomidan 8-mart emas, bizni bahor bayrami bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.